Klinikamizda bitta erli xotin oilani qabul qildik. Oilasini, ayol kishini xo'sh, ginekolog ko'rdi. Uzi qildi, yuqoridan uzi qildi, keyin kresloga chiqarib ko'radiki, hali 6 oy oldin misol erga tekkan, lekin hali ham qizligi turibdi. Qizlik pardasini olmagan, qizligini olmagan, o'sha qiz bo'lib turibdi. Xo'sh, eri bilan o'sha bola bilan men gaplashdim, ham shu urolog, psixologik har xil savollar berdik. Keyin 2-3 yil davomida faqat porno ko'rgan. Porno zavisimi bo'lib qolgan. Internetdan Yandexdan skachat ko'radigan, har kun kechasi ko'rib, даже har kun kechasi, kechki vaqt faqat qo'li bilan o'zini harom qiladi ekan, 5 ga 1 uradi. Mana 3 yil davomida qilgan bo'lsa, asosan mana hozir uylangan, 6 oy oldin uylandi, lekin qizligini hali ham ola olmayapti. Mana shunaqa voqealar ham bo'lgan. Misol apparatini holatini chiqara bir marta, ikki marta misol o'shaga ayol bilan yotgandan keyin 10-15 sekundda srazi bo'shanyapti. O'sha apparat qizning qiniga kirmasdan srazi bo'shanib qo'yapti. Bu ham kasallik. Keyin ona 2 yil, 3 yil davomida Moskvada ishlagan, faqat energetik. Bir kunda 2 ta, 3 ta hali ham energetik ichar ekan. Energetik ham gormonlarda erkaklik gormoni testosteron tushirib yuboradi. Kecha analizlarni topshirdi. Bugun analizlarning atveti chiqdi. Bir kunda foizlari 15-20 ga chiqib qolgan, tushib qolgan. Past aktivnisi 15, jivoyi 20, mana shunaqa past tushib qolgan spermaning foizlari. Gormonlar, testosteron pastga tushib ketgan, erkaklik gormonlar, FSG, LGlar ham tushib ketgan. Estradiol, единственный женский gormon baland chiqqan, boshqasi tushib ketgan, erkaklik gormonlar ko'pincha. Mana shu porno zavisimi bolalar, boshqa porno ko'rmaylar. Mana asosda o'sha nimaga olib keldi? Sperma foiziga tushirib yuboryapti, foizini, plus energetik ichgan gormonlarni ham tushirib yuboryapti. Jinsiy aloqa qila olmayapti. Misol turishlari ham deydi, misol avvalgiday emas, qattiq emas. Qattiq bo'lmagandan keyin qizligini ola olmaysizlar. Mana shuning uchun o'z fikrlarini yozib qoldiringlar va mana shu videoni yoshlarga podelitsiya qilinglar, ko'rsin. Mana shu narsalarning yo'lini oldini olishimiz kerak. Rahmat, sog' bo'linglar.